Muhtaram tomoshabinlar, bugungi mavzu shubhasiz har biringizni ayniqsa yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotganlarni jiddiy o'ylantiradi. So'nggi paytlarda juda ko'p savollar tug'ilmoqda. 75 yoshda pensiyaga chiqish imkoniyati haqidagi yangi qonun qabul qilindimi? Bu menga tegishlimi? Endi nimalar o'zgaradi? Bu savollar bejizga emas. Chunki nafaqa ta'minoti har bir inson hayotining eng muhim jihatlaridan biridir. Vaqt tez o'tadi. Yoshlar ham bir kun keksalik gashtini surishadi. Shuning uchun bu masala hamisha dolzarb bo'lib qolaveradi. Ayni damda sizlarga hayotiy muhim, taqdiringizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni beraman. Bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugun biz 55 yoshda pensiyaga chiqish imkoniyatlari bilan bog'liq eng so'nggi o'zgarishlarni, yangi qonun hujjatlarining asosiy jihatlarini va ularning amaldagi qanday qo'llanilishini batafsil muhokama qilamiz. Bu siz uchun juda muhim. Shuning uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Toki bu qimmatli ma'lumotlar boshqa insonlarga ham yetib borsin. Tayyormisiz? Unda boshladik. Core of the problem, how it was before and what has changed now. Ma'lumki, O'zbekistonda umumiy qoidaga ko'ra erkaklar 6 yoshda, ayollar esa 55 yoshda nafaqaga chiqish huquqiga ega bo'ladilar. Bu nafaqat yoshga, balki talab qilinadigan ish stajiga ham bog'liq. Ya'ni nafaqa olish uchun belgilangan yoshga yetish bilan birga tegishli miqdordagi mehnat stajiga ega bo'lish ham shart. Masalan, umumiy holatda erkaklar uchun kamida 25 yil, ayollar uchun esa kamida 20 yil ish staji talab etiladi. Bu o'zgarmas qoida bo'lib kelgan va ko'pchilik buni yaxshi biladi. Biroq har doim ham ma'lum bir toifadagi fuqarolar uchun, ya'ni og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlar, ko'p bolali onalar, ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar va maxsus kasb egalari uchun umumiy qoidalardan istisnolar mavjud bo'lgan. Ular muddatidan oldin, ya'ni belgilangan yoshdan ancha oldinroq nafaqaga chiqish imkoniyatiga ega edilar. Ammo so'nggi paytlarda qabul qilingan yangi qonun hujjatlari va ularga kiritilgan o'zgarishlar aynan mana shu muddatidan oldin pensiyaga chiqish tartibiga aniqlik kiritdi. Ba'zi shartlarni yangiladi va ayrim hollarda hatto imkoniyatlarni kengaytirdi. Aniqroq qilib aytganda, yangi qoidalar 55 yoshda pensiyaga chiqishni istaganlar uchun qanday mehnat staji talab etilishini, qanday kasblar va sharoitlar muddatidan oldin nafaqaga chiqish huquqini berishini yanada shaffof qildi. Ilgari ba'zi masalalarda noaniqliklar bo'lgan bo'lsa, endi ular aniq belgilab berilgan. Asosiy o'zgarish shundaki, nafaqa olish huquqini tasdiqlash uchun talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati va ularni ko'rib chiqish tartibiga ham yangiliklar kiritildi. Endi fuqarolar uchun bu jarayon ancha soddalashtirilgan. Lekin ayni paytda nazorat yanada kuchaytirilgan. Chunki muddatdan oldin nafaqaga chiqish imkoniyatidan suiiste'mol qilish xorining oldini olish asosiy maqsadlardan biridir. Demak, avvalgi qoidalar qisman saqlanib qolgan bo'lsa-da, ularning qo'llanilish mexanizmi va ayrim shartlari jiddiy tarzda qayta ko'rib chiqilgan. Main part bin, detailed breakdown, what you need to know, who should worry and who shouldn't. Keling, endi eng muhim savolga javob beraylik. 55 yoshda pensiya chiqish kimlarga tegishli va kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Yangi qonun hujjatlari bu masalaga juda aniqlik kiritgan. Muddatidan oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning asosiy toifalari quyidagilardir. Birinchi toifa og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlar. Bu juda keng tushuncha bo'lib, kon sanoati, metallurgiya, kimyo, to'qimachilik, qurilish kabi tarmoqlardagi ko'plab kasblarni qamrab oladi. Bunday sharoitlarda ishlagan fuqarolar uchun umumiy pensiya yoshidan oldin nafaqaga chiqish imkoniyati beriladi. Yangi qonun aynan shu toifadagi ish joylari va kasblar ro'yxatini qayta ko'rib chiqib, aniq tasdiqlagan. Misol uchun ilgari ma'lum bir kasbga oid ish staji qayd etilmagan bo'lsa, endi u maxsus ro'yxatga kiritilgan bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, ilgari muddatidan oldin pensiyaga chiqish huquqini bergan ba'zi kasblar mehnat sharoitlari yaxshilanganligi sababli ro'yxatdan chiqarilgan bo'lishi mumkin. Shu bois bu ro'yxatni sinchiklab o'rganish juda muhimdir. Masalaning muhim tomoni shundaki, muddatidan oldin pensiyaga chiqish uchun nafaqat og'ir sharoitda ishlagan bo'lish, balki bunday ish staji ma'lum bir minimal muddatni tashkil etish ham shart. Aytaylik, erkaklar uchun kamida 12 yil 6 oy, ayollar uchun esa kamida 10 yil bunday ishlarda ishlagan bo'lishi talab qilinishi mumkin va bu stajga qo'shimcha ravishda umumiy ish staji ham belgilangan me'yorlarga mos kelishi kerak. Tasavvur qiling, bir fuqaro Farhod ismli
20 yoshida metallurgiya zavodida juda og'ir va zararli sexda 10 yil ishlagan. Uning umumiy ish staji esa 28 yilni tashkil etadi. Yangi qonun qoidalariga ko'ra, Farhod Ejin 5 yoshga to'lganda pensiyaga chiqish huquqini oladi. Chunki uning og'ir mehnat staji umumiy staji belgilangan me'yorlarga to'liq javob beradi. Ikkinchi toifa ko'p bolali onalar. Bu toifadagi fuqarolarimiz uchun ham Ejin 5 yoshda pensiyaga chiqish imkoniyati doimiy bo'lib kelgan. Yangi qonun bu qoidani yanada mustahkamladi va aniqlik kiritdi. Aniqroq qilib aytganda 5 va undan ortiq farzandni tarbiyalagan onalar. Agarda ularning bolalari 8 yoshga to'lgunga qadar tarbiyalagan bo'lsa, umumiy pensiya yoshidan avval nafaqaga chiqish huquqiga ega bo'ladilar. Bu yerda ham asosiy shartlardan biri bu umumiy ish stajining mavjudligidir. Ya'ni ko'p bolali ona 25 yoshga to'lganida kamida 15 yil ish stajiga ega bo'lishi talab etilishi mumkin. Bu qoida oilalarni qo'llab-quvvatlash va onalarning og'ir mehnatini qadrlashga qaratilgan muhim ijtimoiy yordamdir. Keling, misol ko'raylik. Oysha ismli ayolning 10 ta farzandi bor. U bolalarni voyaga yetkazish bilan birga jami 25 yil turli sohalarda ishlagan. Oysha 15 yoshga to'lganda yangi qonun talablariga ko'ra u muddatidan oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'ladi. Chunki u 5 va undan ortiq farzandni tarbiyalagan va talab qilingan 15 yillik ish stajini ham to'plagan. Bunda har bir bolaning tug'ilganlik guvohnomasi va onaning farzandlarini 8 yoshga to'lguniga qadar tarbiyalaganligini tasdiqlovchi hujjatlar muhimdir. Bu o'zgarish emas. Balki mavjud qoidaning yana bir bor aniq tasdiqlanishi va isbot talablarining shaffofligini ta'minlashga qaratilganligi muhim. Uchinchi toifa ba'zi kasb egalari va nogironligi bo'lgan shaxslar. Ba'zi kasblar, masalan, uchuvchilar, parashyutchilar, to'qon sanoatidagi alohida mutaxassislar uchun oldindan ham muddatidan oldin pensiya chiqish imkoniyati mavjud edi. Yangi qonun bu ro'yxatni yangilab, kengaytirgan bo'lishi yoki aksincha ba'zi kasblarni undan chiqarib tashlagan bo'lishi mumkin. Shuningdek, bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandlari bor onalar uchun ham muddatidan oldin pensiyaga chiqish imkoniyati mavjud. Bunda onaning farzandini 8 yoshga to'lgunicha parvarish qilgan bo'lishi va minimal ish stajiga ega bo'lishi talab etiladi. Misol uchun Zuhra ismli ayolning farzandi bolalikdan birinchi guruh nogironi. Zuhra 20 yil mehnat stajiga ega va farzandini doimiy parvarishlab keladi. U 25 yoshida pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'ladi. Chunki qonun bu kabi holatlarda onalarga alohida imtiyoz beradi. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmasangiz va umumiy mehnat sharoitlarida ishlagan bo'lsangiz, hamda umumiy belgilangan yoshga va stajga to'laqonli rioya qilsangiz, siz uchun pensiya qoidalari o'zgarmagan. Ya'ni ayollar 25 yoshda 20 yil staj bilan, erkaklar olimlar yoshda 25 yil staj bilan pensiyaga chiqaveradilar. Shuning uchun o'zingizning vaziyatingizni yaxshilab tahlil qiling. Main part 2, exceptions to the rules, pitfalls and obvious nuances. Endi esa eng muhim va ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan jihatlar, istisnolar, yashirin tuzoqlar va nozik nuanslar haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Bu qism holatingizni to'g'ri baholash va muammolardan qochishda yordam beradi. Birinchi va eng muhim nozik jihat bu ish stajini hisoblash tartibi. Yangi qonun hujjatlarida ish stajini hisoblash usullari va qaysi davrlar ish stajiga qo'shilishi yoki qo'shilmasligi aniq ko'rsatilgan. Masalan, ba'zi fuqarolar bolani parvarishlash ta'tilini yoki oliy ta'lim muassasasida o'qish davrlarini ham ish stajiga kiritish mumkin deb o'ylashadi. Biroq bu davrlar faqatgina ma'lum shartlar asosida va cheklangan miqdorda ish stajiga qo'shilishi mumkin. Yangi qonunda bu chegaralar va shartlar aniqlashtirilgan. Masalan, 3 yoshga to'lmagan bolani parvarishlash davri jami 6 yilgacha ish stajiga qo'shiladi. Yoki harbiy xizmat davri, ma'lum davlat lavozimlarida ishlash davri kabi maxsus davrlar alohida ko'rsatilgan tartibda hisobga olinadi. Agar siz ushbu jihatlarni inobatga olmasangiz, pensiya yoshingizga yetganingizda stajingiz yetarli emasligi ma'lum bo'lib, noxush vaziyatga tushib qolishingiz mumkin. Shuning uchun ish stajingizni hisoblayotganda har bir davrni sinchiklab tekshirib, mehnat daftarchangizdagi yozuvlarning to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Ikkinchi muhim jihat bu zararli va og'ir mehnat sharoitlari ro'yxati. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu ro'yxat vaqti bilan qayta ko'rib chiqiladi. Avvallari zararli deb hisoblangan ba'zi kasblar zamonaviy texnologiyalar tufayli mehnat sharoitlari yaxshilangani bois ro'yxatdan chiqarilgan bo'lishi mumkin. Yoki aksincha
yangi kasblar yoki ilgari e'tibordan chetda qolgan sohalar ro'yxatga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Sizning ishingiz qaysi toifaga kirishini aniqlash uchun Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan tasdiqlangan ro'yxatni tekshirishingiz shart. Misol uchun, kimyo zavodidagi ish joyi ilgari 3 sinf zararli sharoitlarga kirgan bo'lsa, modernizatsiya tufayli sinfga o'tkazilib, muddatidan oldin pensiya olish huquqini bermasligi mumkin. Shuning uchun faqatgina ismingizda kimyogar yoki konchi so'zi borligi bilan muddatidan oldin pensiya huquqi kafolatlanmaydi. Muhimi, sizning konkret ish joyingiz va bajargan vazifangiz belgilangan me'yorlarga to'liq javob berish kerak. Uchinchi nozik nuqta bu hujjatlarni rasmiylashtirish va taqdim etish tartibi. Yangi qonun hujjatlari pensiya tayinlash jarayonini soddalashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, bu sizdan hujjatlarga yanada mas'uliyat bilan yondashishni talab qiladi. Eng kichik xato yoki noaniqlik ham arizangizni ko'rib chiqish muddatini sezilarli darajada uzaytirishi yoki hatto rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Misol uchun, ish joyingizdan berilgan ma'lumotnomada ish stajining boshlanish va tugash sanalari, lavozimingiz nomi yoki korxona nomi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Yoki mehnat daftarchangizdagi tuzatishlar belgilangan tartibda rasmiylashtirilmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatlar pensiya fondi xodimlari tomonidan qo'shimcha tekshiruvlarni talab qiladi. Bu esa pensiya tayinlanishini kechiktiradi. Shuning uchun har bir hujjatni pensiya fondiga topshirishdan oldin 2 marta tekshirib chiqing. 4-chi muhim e'tibor berish kerak bo'lgan jihat bu pensiya miqdorini hisoblash. Muddatidan oldin pensiyaga chiqqaningizda pensiya miqdori umumiy qoidalar asosida hisoblanadi. Ya'ni sizning o'rtacha ish haqingiz va umumiy ish stajingiz hisobga olinadi. Ba'zilar muddatidan oldin chiqqani uchun pensiya miqdori kamayadi deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri tushuncha. Agar sizda yetarli staj va yaxshi ish haqi bo'lsa, pensiya miqdori umumiy tartibda hisoblanadi. Lekin shuni yodda tutingki, agar stajingiz minimal talablarga zo'rg'a yetsa, pensiya miqdori ham shunga yarasha bo'lishi tabiiy. Misol uchun, 2 ayol bir xil yoshda va ikkalasi ham 55 yoshda muddatidan oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega. Birinchisi 50 yillik staj bilan pensiyaga chiqsa, ikkinchisi 25 yillik staj va yuqoriroq o'rtacha ish haqi bilan chiqsa, ikkinchisining pensiya miqdori sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Demak, muddatidan oldin pensiyaga chiqish huquqi pensiya miqdori yuqori bo'lishini kafolatlamaydi. Bu shunchaki sizga ma'lum bir yoshda pensiya olish imkoniyatini beradi. 5-tuzoq bu ma'lumotlarni yashirish yoki noto'g'ri ma'lumot berishga urinish. Hech qachon bunday xatoga yo'l qo'ymang. Pensiya fondi barcha ma'lumotlarni tekshirish uchun zarur vositalarga ega. Agar siz ataylab noto'g'ri ma'lumot bersangiz yoki biron bir hujjatni soxtalashtirishga uringiz, bu nafaqat pensiya olish huquqidan mahrum bo'lishga, balki qonuniy javobgarlikka ham sabab bo'lishi mumkin. Hukumat organlari va pensiya fondi o'rtasida ma'lumot almashinuvi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Misol uchun, agar sizning mehnat daftarchangizda ish stajini tasdiqlovchi yozuvlar mavjud bo'lsa-da, ish beruvchi tomonidan tegishli soliq yoki ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilmagan bo'lsa, bu staj hisobga olinmasligi mumkin. Bu holatda pensiya fondi sizning ish beruvchingizdan ma'lumotlarni so'rab olishi mumkin. Shuning uchun har doim halol va shaffof bo'ling. Practical advice. Specific steps on what the viewer should do. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. 25 yoshda pensiya olish huquqini ta'minlash uchun siz nimalar qilishingiz kerak? Amaliy jihatdan qanday qadamlar tashlashingiz lozim? Men sizlarga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam o'zingizning huquqingizni baholash. Yuqorida sanab o'tilgan toifalarning qaysi biriga kirishingizni aniq belgilab oling. Siz og'ir va zararli sharoitda ishlaganmisiz? Qaysi kasbda, qancha muddat yoki 5 va undan ortiq farzandingiz bormi? Bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandingiz bormi? Sizning vaziyatingiz muddatidan oldin pensiya olish huquqini beruvchi qoidalarga to'liq mos kelishiga ishonch hosil qiling. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki yagona darcha markazlariga murojaat qilib maslahat oling. Ular sizning ma'lumotlaringizni tinglab, qanday hujjatlar kerakligini va keyingi qadamlarni aytib berishadi. Ikkinchi qadam. Ish stajingizni to'g'ri hisoblash va tasdiqlash. Bu eng muhim qadamdir. Sizning mehnat daftarchangizda va agar mavjud bo'lsa, boshqa mehnat faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, arxiv ma'lumotnomalarini, ish joyidan berilgan ma'lumotnomalarni diqqat bilan o'rganing. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuvning to'g'riligiga ishonch hosil qiling.
sanalar, lavozim nomlari, korxona nomlari, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi buyruq raqamlari, bularning barchasi aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Agar mehnat daftarchangizda tuzatishlar, o'chirishlar yoki noto'g'ri yozuvlar bo'lsa, ularni hoziroq tartibga solishga harakat qiling. Buning uchun sobiq ish joyingizning arxiviga yoki tashkilotning huquqiy vorislariga murojaat qilishingiz mumkin. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, davlat arxiviga murojaat qiling. Bu jarayon vaqt talab qiladi. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan kamida 1 yil oldin boshlash tavsiya etiladi. 3-qadam, zarur hujjatlarni yig'ish. Muddatidan oldin pensiya olish uchun talab qilinadigan asosiy hujjatlar ro'yxati quyidagilardir. 1. Pasport. 2. Mehnat daftarchasi yoki mehnat stajini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, masalan, arxiv ma'lumotnomalari. Ish beruvchi tomonidan berilgan batafsil ma'lumotnomalar. 30. Nikoh guvohnomasi va farzandlarning tug'ilganligi haqidagi guvohnomalari ko'p bolali onalar uchun. 4. Farzandning nogironligi haqidagi tibbiy xulosa, nogironligi bo'lgan farzandi bor onalar uchun. 5. O'rtacha ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma oxirgi 10 yillikdagi istalgan 5 yil uchun. Eng foydali bo'lgan davrini tanlash imkoniyati mavjud. Bu ma'lumotnomani so'nggi ish joyingizdan olishingiz kerak. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan olishingiz mumkin. 6. Agar og'ir va zararli sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, bu haqda ish joyingizdan berilgan maxsus ma'lumotnomalar, ish sharoitlari to'g'risidagi attestatsiya natijalari. Bu hujjat sizning ish sharoitlaringizning xavflilik darajasini tasdiqlaydi. 4-qadam. Pensiya fondiga murojaat qilish. Barcha hujjatlaringizni yig'ib bo'lganingizdan so'ng, siz yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz kerak. Hozirda ko'plab xizmatlar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyDoGut orqali onlayn tarzda ham ko'rsatilmoqda. Ammo pensiya tayinlash kabi murakkab masalalarda shaxsiy murojaat qilish va mutaxassis bilan maslahatlashish afzalroq. Arizangizni yozib, barcha hujjatlarni topshirganingizdan so'ng, sizga hujjatlarning qabul qilinganligi haqida tilxat beriladi. Arizangiz odatda 10 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi va qaror qabul qilinadi. 5-qadam, qarorni kutish va kerak bo'lsa apellyatsiya qilish. Agar sizga pensiya tayinlash haqida ijobiy qaror qabul qilinsa, tabriklayman. Agar salbiy qaror qabul qilinsa yoki pensiya miqdori siz kutgandek bo'lmasa, tushkunlikka tushmang. Siz pensiya jamg'armasining yuqori turuvchi organlariga yoki sudga apellyatsiya berish huquqiga egasiz. Rad javobining sababini aniq tushunib oling va shu sabablarni bartaraf etishga harakat qiling. Ba'zida oddiy bir ma'lumotnoma yoki hujjatning noto'g'ri rasmiylashtirilganligi sabab bo'lishi mumkin. Unutmang, oldindan tayyorgarlik ko'rish va barcha hujjatlarni tartibga solish bu muvaffaqiyat garovidir. Muddatidan oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lsangiz, bu imkoniyatdan to'g'ri foydalaning. Conclusion and final hook aziz do'stlar. Bugungi videomizda biz 75 yoshda pensiyaga chiqish imkoniyatlari bilan bog'liq yangi qonun hujjatlari va so'nggi o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqdik. Kimlarga bu imkoniyat berilishi, qanday shartlar bajarilishi lozimligi, qanday nozik jihatlarga e'tibor berish kerakligi va amalda qanday qadamlar tashlash kerakligi haqida chuqur ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Bu ma'lumotlar shubhasiz sizning kelajagingizni rejalashtirishda va nafaqa ta'minotingizni to'g'ri yo'lga qo'yishda yordam beradi. Esda tuting. Pensiya bu sizning mehnat faoliyatingizning mantiqiy yakuni va tinch keksalik gashtini surish uchun asosdir. Shuning uchun bu masalaga jiddiy yondashish juda muhim. Agar sizda yana savollar bo'lsa, ushbu video ostidagi izohlar bo'limida yozib qoldirishdan tortinmang. Men va jamoamiz sizning savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Sizning har bir savolingiz muhimdir. Ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yana ko'plab foydali va amaliy ma'lumotlarni taqdim etishimiz uchun katta motivatsiya beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, aziz tomoshabinlar. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.